Birovlarning fikri bilan hisoblashib umr kechirib bo'lmaydi. Unday qilsang uyat bo'ladi, bunday qilsang uyat bo'ladi. Haqiqiy uyat o'z hayotingni istaganingdek yashamaslik. Uyat bu bugungi kunni ko'rmaslik, kelajakka umid bilan qaramaslik. Uyat bu o'sha eskirib ketgan uy hayollar u udumlardan chiqolmaslik. Uyat bu har bo'lar bo'lmas narsalarga uyat bo'ladi deb gap qistirish. Mana shu haqiqiy uyat. Birovlarning fikri bilan hisoblashib umr kechirib bo'lmaydi. Unday qilsang uyat bo'ladi, bunday qilsang uyat bo'ladi. Haqiqiy uyat o'z hayotingni istaganingdek yashamaslik. Uyat bu bugungi kunni ko'rmaslik, kelajakka umid bilan qaramaslik. Uyat bu o'sha eskirib ketgan uy hayollar udumlardan chiqolmaslik. Uyat bu har bo'lar bo'lmas narsalarga uyat bo'ladi deb gap qistirish. Mana shu haqiqiy uyat. Birovlarning fikri bilan hisoblashib umr kechirib bo'lmaydi. Unday qilsang uyat bo'ladi, bunday qilsang uyat bo'ladi. Haqiqiy uyat o'z hayotingni istaganingdek yashamaslik.